Qurilish bozorlarimizda hadovoy byudjetni ketadigan vadimussalarimiz bilan Rubin kollerimizda test qilamiz. Testimizni boshlaymiz o'rtoqlar. Har bitta chelagimizdagi har bitta imussamizni bir xilda sog'olganmiz va Rubin kollerimizni butunini hammasini solamiz. Menga shogirdim yordam beradi. Boshla. Ikkinchi chelagimizda bu emulsiya xuddi shu Rubin kollerida emulsiyasi bo'ladi, ya'niki Rubin emulsiyasi. Bunga ham bittasi ketdi mana. Kraskalarimizni aralashtirib bo'ldik. To'rtalasidan tashli to'g'riga yaqin rang chiqdi, ya'niki bir xil rangda. Ana endi bularni surib ko'rsatamiz. Kraskalarimizni surib ko'rsatdik. Holatiga o'zingizlar baho berasizlar. Birinchi obrazesimizni Sapsan emulsiyasiga tayinlangan Rubin kollerimiz, ikkinchi obrazesimizni Rubinni o'zini emulsiyasiga tayinlangan kollerimiz, uchinchisi Inoria emulsiyasiga tayinlangan kollerimiz, to'rtinchisi Hayot emulsiyasiga tayinlangan kollerimiz. Rubin kollerimiz bilan bizning testimizni ko'rib o'tdinglar. O'rtoqlar, qanaqa chiqdi? O'zingizlarning fikringizni kommentariyga qoldiringlar va xuddi shu profilga obuna bo'lib qo'yinglar. Ushbu kollerimizni bozorlardan so'raysizlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa olib ishlatasizlar. Ushbu kollerimizni optimga ham tarqatishyapti. Foydalaninglar, zajigan.